Xudo xolasa mana Klass Markant 55 apparatimizni mana Surxondaryolik klientlarimizga, akalarimizga mana sotdik. Akalarimizga buyursin. Ko'rib turgan edik, bu press apparatimiz ham mana juda a'lo holatda. O'zbekistonda ishlatilmagan, mana juda kam ishlagan. Mana bu kraskalardan bilsanglar bo'ladi mana. Yon tomonlarida hali kraskalargacha o'chmagan. Zapchastlari ham original holatda. Kimga shunaqa press apparatlar kerak bo'lsa, bemalol olib chiqinglar. Mana ortib berish jarayoni. Akalarimizga mana chiroyli qilib yuklab, Surxondaryoga dastavkalargacha qilib beryapmiz. Mana Surxondaryoga mana. Surxondaryoning Qiziriq tumaniga mana sotildi. Akalarimiz mana bizani